Biz moddiy jihatdan nihoyatda ojiz. Bizga zulm qilayotgan zolim tajovuzchilar kuchli. Bu xil ahvolda biz bu kuchli dushmanni qandoq yengalaymiz? Biz hammamiz tirishib o'qib, eng yuqori texnikalarni egallab, dushmanimizni yengudek darajada moddiy kuch hosil qila olamiz. Biz eng yuqori texnikalarni o'rgandik, iqtisodiy jihatda kuchlandikmi deyli, dushmanimiz taraqqiy qilmay bizga saqlab turami? Yoki Amerika biz uchun urush ochib, vatanimizning zolimlarni qo'g'lab berami? Yoki bir yerda islom xilofati qurilib, askar boshlab bizning dushmanlarimizni vatanimizdan qo'g'lab chiqarib beramdi? Düşmanımız dünyadaki çoğun güçlerinin biri. Bizning chet eldagi sonimiz sanoqli, texi mavjudiyat kurishimizdan halqiyolmayotimiz. Undaqda bu kuchlik dushmanimizni qandoq yengamiz? Qur'onda Musa alayhissalom bilan Fir'avnning qissasi, İbrahim alayhissalom bilan Namrudning qissasi, Ashabul Uxdud, Ashabul Kahfga o'xshash bir qator qissalar so'zlandi. Bu qissalarda sanoqli ojiz mazlumlarning, kuchlik zolimlarning qo'lidan qutulish va zolimlarning vayron bo'lish jarayoni so'zlandi. Masalan, Musa alayhissalomning qo'lida to'mirning sunuqimi yo'q. Faqat keynida bir qancha agash kuchlar bor. Dushmani Fir'avn favqulodda kuchlik zolim podshoh. Bularning kuch farqi xuddi biz bilan dushmanimizning kuch farqiga o'xshash selishtirg'ili bo'lmaydigan darajada cho'ng. Ammo Musa alayhissalom va uning ergashgan sanoqli ojiz mazlumlar bu kuchlik zolimning qo'lidan qandoq qutuldi? Musa alayhissalom kuch jihatda Fir'avn bilan tenglashgandan keyin urushib uningdan keyin ularni vayron qildimi? Ashabul Kahfi, Ashabul Uxdud va İbrahim alayhissalomning qissalaridan hech biri qissada kuch jihatda tenglashib yengmadi. Undaqda qandoq yengdi? Ular faqat bir ish bilan zulmdan qutuldi va zolimlar vayron bo'ldi. U bo'lsa iymonida chekinmasdan mustahkam turish bilan majburiyatlarini kuchining yetishicha to'liq ado qilish bilan zulmdan qutuldi. Uningdan keyin ularning kuchi yetmaydigan, ularning toqatining sirtidagi kuchli dushmanlarni Alloh vayron qilib berdi. Qur'ondagi zolim va mazlumlarning voqealigi so'zlangan barliq qissalarda bu haqiqatni his qilamiz. Masalan, İbrahim alayhissalom iymonidan yonmay mustahkam turdi, zolimlar uni o'tqa tashladi. Amaliyotda o'tqa tashlash bir halokat, yo'qolish. Ammo Allohga ishonib, Allohga bo'lgan iymonida mustahkam turganlik uchun Alloh taolo uni o'tning ichida saqlab qoldi. Ashabul Kahfdagi yoshlarni boshqa ishni o'ylamasdan iymonni saqlash uchun yurtini tashladi. Ularga zulm qilib yurtini tashlashga majbur qilgan zolimlarni Alloh betaraf qildi, ularni saqlab qoldi. Demak, musulmon mazlumlar iymonida qancha mustahkam turib, majburiyatlarini qancha to'liq ado qilsa, Alloh taolo ularga shuncha tez yordam qilib zolimlarni vayron qiladi. Bu nuqta Qur'on Karimda nihoyat aniq deyilgan. Alloh taolo Qur'on Karimda "Bushib qolmanglar, shahid ketganlar uchun qayg'urmanglar." Ya'ni turmalarda, kamplarda har xil sabablar bilan shahid bo'lganlar uchun qayg'urib, o'zinglarni tugashtirib olmanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, ya'ni iymoningizda mustahkam tursanglar, g'alaba qilasizlar deydi. Yana bir oyatda texim o'yini qilib, agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi deydi. Allohga yordam berish uning diniga yordam berish bilan bo'ladi. Tarixdan buyon zolimlar bu nuqtani tunib yetgachga tunji qilib mazlumning e'tiqodiga hujum qiladi. Alloh taolo Qur'ondagi qissalarni hargiz bekorga so'zlamaydi. Bizni yo'lni topsin, dars olsin deb so'zlaydi. Bu qissalarga qaragan vaqtimizda sen iymoningda mustahkam turib, majburiyatingni to'liq ado qil. Sen qancha ojiz, dushmaning qancha kuchli bo'lsa-mu, Alloh taolo Fir'avnni halok qilib Musoni saqlab qolgandek, Namrudni halok qilib İbrahim alayhissalomni o'tning ichida saqlab qolgandek, sening kuchli dushmaningni halok qilib seni saqlab qoladi deganlik ochiq namoyon bo'ladi. Aksiya qiyofatimiz musulmon amaliyatimizdan musulmondek yashamay turib qilgan tirishchanligimizga Alloh taolo aralashmaydi. Buni o'zimizga tashlab qo'ydi. Biz hech qachon bu kuchli dushmanimizni Allohning yordamisiz hargiz yengolmaymiz. Alloh taolo Sura Al-Imronning 160-oyatida agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kim yengolmaydi. Agar sizlarga Alloh yordam bermasa, Allohdan boshqa sizlarga kim yordam beradi? Mu'minlar yolg'iz Allohga tavakkul qilsin deydi. Li ajlika ya Rabbi nas'a bila tawanin wa tahlu tariqul khatar nasiru wa nanshu